Hurmatli dam oluvchilar, biz sizlarni tabobatchi sihatgohimizga taklif qilamiz. Bizning sihatgohimizda shifobaxsh suv, terminal ishqorli, kameralangan, quduq chuqurligi 3503 metr, issiqlik darajasi 39 gradus, bosim 12 atmosferada chiqadi. Bizning shifobaxsh suvimizning tarkibiga kaliy, kalsiy, magniy, gidrokarbonat, karbonat, xlor, sulfat, kremniy kislotalar kiradi. Shifoxonamiz davolanadigan kasalliklar oshqozon ichak tizimiga, gastritlar, duodentlar, oshqozon va 12 barmoq ichak yara kasalliklari, xolestititlar, surunkali gepatitlar, kolitlar, harakat tayanch a'zosi kasalliklari, artritlar hamda umurtqa asrihandrozlari kiradi. Bizning sihatgohda oliy toifali shifokorimiz hamda malakali hamshiralar xizmat ko'rsatadi. Bizning sihatgohga marhamat qilinglar.